Erkak kishi o'qitilgan bo'lsa, bu juda tez namoyon bo'ladi va uni bir necha xarakterli belgilari mavjud. Birinchisi, orqa va oshqozon ichak tizimi bilan bog'liq muammolar paydo bo'ladi. Orqa, ayniqsa yelkalar og'rig'i, oshqozonda noqulaylik, og'riqlik va taranglik. Shu bilan birga o'qitilgan erkak kishi juda asabiylashadi. Nima uchun shunday bo'ladi deysizmi? Chunki o'qitilgan jina-jinalar yelkaga joylashadi va bu og'riq butun tanaga tarqaladi. Asab tizimi va energetik oqimlariga ta'sir qiladi. Natijada dastlabki belgilar oyoqlarda, yelkada va ichki a'zolarda og'riq, doimiy asabiylashuv va ichki taranglik, ba'zida charchoq va noqulaylik bilan namoyon bo'ladi. Bundan xolis bo'lish uchun kommentariyada Taro so'zini yozing va biz siz bilan bog'lanamiz.